Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sizmisiz? Ha, rahmat. Siz bizga nimaga keldingiz? Men jigar seroz bilan kelganman. Joyimda yotib qo'ygan edim. Doktorlarim qabul qilmay qo'ygan edi. Keyin shuni meni katta kuyovim tavsiya qiluvdi. Shu yerga kelganman. Shu yerga kelib tuya suti 41 kun tuya suti ichganman. Shun bilan parhezlar qilib mana hozirgacha soppa sog'lom yaxshi yuribman. Parhez qildingizmi? Parhez qildim, albatta parhez qildim. Non hozirgacha yemayman. Yesam har zamonda bir to'rg'am novvoy non yeb qo'yaman. Bo'lmasam yo'q. Mana sog'ligim yaxshi, jigarim hozir yaxshi bo'lib ketgan, soppa sog'lomman. Qoningiz, oyog'ingiz shishganmidi? Qonim, oyog'im ishib ketgan edi, yurolmay qo'ygan edim men. Og'ir holatda kelgan edimda. Tuya ichganda ishlar qaytdi-da, to'g'rimi? Tuya suti ichdim, parhez qildim. Tuya suti bilan mana Allohga shukr, yaxshiman. Ishiklarim qaytdi, mana hozir soppa sog'lom yuribman. Sizlarga rahmat. Alloh shifo qilgan chin bo'lsin. Hozir davo topganingizga qancha bo'ldi? Davo topganimga hozir 10 yil bo'ldi. Ana. 10 yildan beri mana soppa sog'lom yuribman. Tuya sutini shunchalik mo'jiza ekanini bildingiz. Bildim, albatta. Faqat parhez bilan bo'lganini ham bilgan bo'lsangiz. Parhez bilan ham bo'ldim. Tuya suti bilan Alloh shifo berib mana yaxshi yuribman. Siz qayerdan keldingiz biz? Men Andijondan keldim, Andijon viloyati Andijon shahridan keldim. Otingiz nima edi? Malikaxon. Malikaxon. Bundan ham yaxshi chiroyli bo'lib, sog'lom yashab yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Aytganingiz